Aziz yurtdoshlar, bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yildan pensiya masalasida qanday xavflar bor, odamlar orasida tarqalayotgan pensiya bo'lmaydi degan gaplar qanchalik asosli. Kimlar haqiqatan ham qiynalib qolishi mumkin va bugundan boshlab nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotganlarga, chet elda mehnat qilayotganlarga, norasmiy ishlayotganlarga, uy bekalariga, dehqonchilik qilayotganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga ham tegishli. Chunki pensiya masalasi bir kunda hal bo'ladigan narsa emas. U 10 yil, 20 yil, 30 yil davomida yig'iladigan huquqdir. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda tushuntiraman. Kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Staj sug'urta badallari, rasmiy ish hujjatlar, chet eldagi mehnat davri, plastik karta orqali maosh olish kabi masalalarda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi tushuntirishlar ko'pchilik oilalarga juda zarur. Avvalo bir narsani aniq aytaman. 2026 yildan umuman pensiya bo'lmaydi degan gapni odamlar ko'pincha vahima bilan tarqatadi. Men bunday gaplarni tekshirmasdan ishonishni maslahat bermayman. Pensiya tizimi butunlay bir kunda yo'q bo'lib ketadigan oddiy nafaqa emas, lekin xavotirli jihat bor. Pensiya olish uchun talablar, rasmiy stajni tasdiqlash, to'langan ijtimoiy soliq yoki sug'urta badallari, ish davrini isbotlovchi hujjatlar masalasi yildan yilga qat'iylashib bormoqda. Mana shu joyda ko'p odamlar pensiyaga chiqsam menga pul berishar deb o'ylab yuradi. Lekin hujjatlarni tekshirganda staji yetmaydi. Ish joyi rasmiy bo'lmagan bo'ladi. Mehnat daftarchasida yozuv bor-u, lekin baza bilan mos kelmaydi yoki umuman ma'lumot topilmaydi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p masala qog'oz hujjatlar bilan hal bo'lardi. Mehnat daftarchasida muhr bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sanalar yozilgan bo'lsa, odamlar shunga tayanardi. Ba'zi korxonalar yopilib ketgan bo'lsa ham arxivdan ma'lumot topishga harakat qilinardi. Ba'zi holatlarda odamlar o'z vaqtida rasmiy ishlamagan bo'lsa ham, keyin turli ma'lumotnomalar bilan stajni tiklashga uringan. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali ko'rishga o'tyapti. Ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Sizning nomingizdan ijtimoiy soliq to'langanmi? Ish haqi ko'rsatilganmi? Kontrakt, buyruq, mehnat shartnomasi bazada bormi? Shularning ahamiyati oshmoqda. Demak, xavf shundaki, odam ishlagan bo'lishi mumkin, ter to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda va bazada ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Men sizga eng oddiy qilib aytaman. Pensiya bu faqat yoshga yetish degani emas. Men 60 yoshga kirdim, endi albatta pensiya beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Pensiya uchun qonunda belgilangan yosh, zarur mehnat staji, ayrim holatlarda to'langan badallar va tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar shu zanjirning bir joyi uzilsa, pensiya miqdori kamayishi yoki ayrim hollarda odam faqat ijtimoiy nafaqa darajasidagi yordamga suyanib qolishi mumkin. Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lgan guruh bu norasmiy ishlayotgan odamlar. Masalan, bir aka qurilishda 15 yil ishlagan. Har kuni ertalabdan kechgacha mehnat qilgan, uylar qurgan, ustachilik qilgan. Lekin ish beruvchi bilan rasmiy shartnoma yo'q. Oylik naqd berilgan, soliq to'lanmagan, mehnat daftarchasiga yozilmagan. U odam men 15 yil ishladim deyishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ oldida buni isbotlash qiyin bo'ladi. Natijada 15 yil hayotdagi mehnat bor, lekin huquqiy staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Ikkinchi guruh chet elda ishlayotganlar. Bugun ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya, Yevropa davlatlarida ishlayapti. Pul yuboradi, oilasini boqadi, uy quradi, bolalarini o'qitadi. Lekin savol, ularning pensiya staji O'zbekistonda qanday hisoblanadi? Agar inson chet elda rasmiy ishlayotgan bo'lsa, o'sha davlat bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya yoki ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuvlar mavjud bo'lsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa, imkoniyatlar bor. Ammo odam chet elda ham norasmiy ishlasa, patent yoki registratsiya masalalari chalkash bo'lsa, ish beruvchi uni rasmiy ko'rsatmasa, keyinchalik stajni isbotlash yanada murakkablashadi. Bir kishi 10 yil Rossiyada ishlagan bo'lishi mumkin, lekin shartnoma yo'q, ish joyidan ma'lumotnoma yo'q, sug'urta badallari to'lanmagan. Ertaga pensiya yoshiga yaqinlashganda men chet elda ishlaganman degani yetarli bo'lmaydi. Uchinchi guruh uy bekalari va oilada norasmiy mehnat qilgan ayollar. Men bu masalani juda og'irli deb bilaman. Ayol 25 yil uyda bola tarbiyalaydi, qaynona qaynotaga qaraydi, ro'zg'or qiladi, oilani ushlab turadi.
Bu mehnatning qadri juda katta. Lekin pensiya tizimi ko'pincha rasmiy staj va hujjatga qaraydi. Bolani parvarish qilish davrining ayrim qismlari qonun bo'yicha stajga kiritilishi mumkin. Lekin hamma davr emas. Hamma holat avtomatik emas. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, ish davrlari, ta'til buyruqlari, parvarish davriga oid hujjatlarni saqlash kerak. Keyin topib olaman degan gap ko'pincha kech bo'ladi. 4-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, dehqonlar, hunarmandlar. Masalan, bir opamiz 12 yil bozorda savdo qilgan, patta to'lagan, ijara to'lagan. Lekin faoliyati doim rasmiy ro'yxatda bo'lmagan. Yoki bir aka tomorqasida yetishtirib sotgan, chorva boqqan, lekin ijtimoiy to'lovlar masalasini e'tiborsiz qoldirgan. Tadbirkorlikdan daromad topish boshqa. Pensiya huquqini shakllantirish boshqa. Agar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, tegishli to'lovlarni amalga oshirish, daromad va faoliyat hujjatlashtirish yo'lga qo'yilsa, kelajakda foydasi tegadi. Aks holda yillar o'tadi, lekin pensiya hisobida bo'shliq qoladi. 5-guruh konvertda oylik oladiganlar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Masalan, odamning haqiqiy oyligi 5 million so'm. Lekin rasmiy hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Qolganini naqd beradi. Bugun odamga bu yaxshi tuyulishi mumkin. Soliq ham qo'lga ko'proq pul tegadi. Lekin ertaga pensiya hisobida rasmiy oylik ko'rinadi. Agar siz 10 yil davomida past oylik bilan rasmiylashtirilgan bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz ham shunga mos past chiqishi mumkin. Men doim aytaman, bugungi konvertdagi foyda ertangi pensiyadagi yo'qotish bo'lishi mumkin. Endi kimlar nisbatan xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, ish beruvchi sizni elektron tizimlarda ko'rsatgan bo'lsa, maoshingiz rasmiy tushayotgan bo'lsa, ijtimoiy soliq to'lanayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingiz to'g'ri yuritilayotgan bo'lsa, sizning xavfingiz ancha past, lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki hatto yirik tashkilotlarda ham xatolar bo'lishi mumkin. Ism, familiya noto'g'ri yoziladi, cheshir xato kiritiladi, ishga kirgan sana boshqacha tushadi, ishdan bo'shagan buyruq bazada ko'rinmaydi. Aniq misol keltiraman. Deylik, Akmal aka 1992 yildan 2010 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xiralashgan, orqada hujjatlar to'liq saqlanmagan. Agar Akmal aka pensiya yoshiga 2 oy qolganda hujjat izlashni boshlasa, juda qiynaladi. Ammo u hozirdan arxivga so'rov bersa, ish joyi haqidagi ma'lumotnomani olsa, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotlari, staj tasdig'ini yig'sa, keyin muammosi ancha kamayadi. Yana bir misol. Dilnoza opa 2005 yildan 2016 yilgacha xususiy do'konda sotuvchi bo'lgan. Ish beruvchi hammasi joyida degan, lekin rasmiy shartnoma qilmagan. Har oy naqd pul bergan. Endi Dilnoza opa pensiya hisobini tekshirirsa, o'sha 1 yil ko'rinmaydi. U nima qiladi? Guvoh olib boradimi? Eski ish beruvchini topadimi? Soliqda ma'lumot bormi? Bankdan pul tushmagan. Mana shunday holatlarda odam o'z mehnatini isbotlash uchun juda ko'p yuguradi. Shuning uchun men har bir insonga hozirdan rasmiylikni talab qiling deb aytaman. Yana bir oddiy raqamli vaziyat. Bir yigit 35 yoshda 12 yildan beri taksida ishlaydi. Mashina o'ziniki, daromadi bor. Lekin faoliyatini rasmiylashtirmagan, o'zini o'zi band qilmagan, hech qanday ijtimoiy to'lov qilmagan. U 60 yoshga yetganda men 37 yil ishladim deydi. Ammo pensiya tizimida uning 37 yil ko'rinmasligi mumkin. Agar u hozirdan ro'yxatdan o'tib, har yili qonuniy tartibda to'lovlarni qilib borsa, kamida keyingi yillari hisobga olinadi. Kech boshlangan bo'lsa ham umuman boshlamaslikdan yaxshi. Endi juda muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, mehnat daftarcham bor, demak hammasi hal degan fikr. Ha, mehnat daftarchasi muhim hujjat. Lekin faqat daftarcha bilan cheklanib qolmaslik kerak. Agar yozuv shubhali bo'lsa, muhr o'qilmasa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar mehnat daftarchasidagi har bir yozuvni ko'rib chiqsin. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami bormi? Ishdan bo'shash buyrug'i bormi? Sanad to'g'rimi? Korxona muhri bormi? Ikkinchi tuzoq. Ism, familiyadagi farq. Bu kichik xato katta muammo keltiradi. Masalan, pasportda Gulbahor deb yozilgan. Eski hujjatda Gulbahor yoki Gulbahar deb ketgan. Yoki qiz familiyasi bilan ishga kirgan. Turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin nikoh guvohnomasi saqlanmagan. Elektron baza bunday nomuvofiqliklarni avtomat tanimasligi mumkin.
Shuning uchun familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi. Ism o'zgarganlik haqidagi hujjatlar albatta saqlansin. 3-tuzoq. Men karta orqali oylik olganman. Demak, rasmiy ishlaganman degan xulosa. Bank kartasiga pul tushgani har doim ham to'liq rasmiy mehnat staji bo'lganini anglatmaydi. Ba'zida xizmat haqi sifatida pul o'tkaziladi. Ba'zida fuqarolik huquqiy shartnoma bo'ladi. Ba'zida qarz yoki boshqa to'lov sifatida ko'rsatiladi. Mehnat staji uchun ish munosabatlari tegishli to'lovlar va hujjatlar muhim. Shuning uchun karta tushumiga ishonib qolmasdan mehnat shartnomasi va soliq to'lovlar holatini tekshiring. 4-nozik masala tug'ruq ta'tili va bola parvarishi davri. Bu davrlar bo'yicha qonunchilikda alohida tartiblar bor. Lekin odamlar ko'pincha bolalarim bor. Hammasi staja kiradi deb o'ylaydi. Har bir davrning o'z cheklovi, hujjati va tartibi bo'lishi mumkin. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan berilgan buyruqlar, ta'tilga chiqish va qaytish haqidagi ma'lumotlar, nafaqa olganlik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar ish joyidan ketib, keyin boshqa joyga o'tgan bo'lsa, o'rtadagi davr qanday rasmiylashtirilganini tekshirib qo'yishi zarur. 5-masala harbiy xizmat, oliy o'quv yurti, kasb-hunar ta'limi, parvarish, nogiron oila a'zosiga qarash kabi davrlar. Bularning ayrimlari qonunda belgilangan shartlar asosida hisobga olinishi mumkin. Ayrimlar esa hamma holatda ham avtomatik qo'shilmaydi. Men bu yerda har biringizga bitta maslahat beraman. Eshitgan gap bilan yurmay, o'z holatingizni tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limida, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki mas'ul idoralardan aniq tekshirtiring. 6-tuzoq. Korxona yopilib ketgandan keyin hujjatni yo'qotish. Ba'zi odamlar korxona yo'q, endi stajim ham yo'q deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Korxona hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Davlat arxivlarida kadrlar bo'yicha buyruqlar, ish haqi vedomoslari, shaxsiy varaqalar saqlanishi mumkin. Lekin buni topish vaqt oladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetishdan kamida 5 yil oldin hujjatlarni tekshirishni boshlash kerak. Men hatto 40 yoshdan oshganlarga ham hozirdan o'z mehnat tarixini ko'rib chiqishni maslahat beraman. 7-masala. Pensiya miqdori faqat stajga emas, rasmiy daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy maoshi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyasi ham kutilganidan past chiqadi. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin men shuncha yil ishladim, nega kam deb hayron bo'ladi. Sabab ko'pincha o'sha yillarda rasmiy oylik kam ko'rsatilgani, ayrim davrlar tasdiqlanmagani, hujjatlar to'liq emasligi bo'ladi. 8-nozik jihat. 2026 degan sana atrofidagi gaplar. Men buni shunday tushuntiraman. Har qanday yil yangi tartiblar, raqamlashtirish, tekshiruvlar, byudjet yuklamasi, pensiya tizimini barqaror qilish bo'yicha o'zgarishlar bilan kelishi mumkin. Aholi qarib boryapti. Ishlayotganlar soni va pensionerlar soni o'rtasidagi nisbat muhim. Agar ko'p odamlar norasmiy ishlasa, budjetga tushum kamayadi. Pensiya tizimiga bosim ortadi. Davlat ham shuning uchun rasmiy bandlikni kuchaytirishga, elektron bazalarni tozalashga, to'lovlarni nazorat qilishga intiladi. Demak, muammo hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Muammo hujjati yo'q, staji tasdiqlanmagan, to'lovi ko'rinmagan odam qiynaladi degani. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Agar rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz nusxasini, ishga qabul qilingan buyruqni, lavozimingiz va oyligingiz haqidagi ma'lumotni so'rang. Bu sizning huquqingiz. So'rasam yomon ko'rishadi deb qo'rqmang. Ertangi pensiyangiz bugungi hujjatingizga bog'liq. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, My.Gov.uz soliq organlari xizmatlari, pensiya jamg'armasining mavjud axborot xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar telefon ishlatishni bilmasangiz, farzandingizdan, navrangizdan, mahalladagi yosh mutaxassisdan yordam so'rang. J-Shir pasport ma'lumotlari, ish joyi, soliq to'lovlari mos keladimi? Shuni tekshiring. 3-qadam, mehnat daftarchangizni tartibga keltiring. Eski mehnat daftarchangiz bo'lsa, uni uydan ham joyda, eski sandiqda, chala papkada saqlamang. Uni alohida faylga soling. Har bir sahifasini telefoningizga suratga olib qo'ying. Ishga kirish va chiqish sanalarini alohida daftar yoki elektron faylga yozing. Qaysi yillarda qayerda ishladingiz? Korxona nomi qanday o'zgargan? Rahbar yoki kadrlar bo'limi kim bo'lgan? Arxiv qayerda bo'lishi mumkin? Shularni yozib boring. 4-qadam,
eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Agar korxona hali faol bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Men falon yillarda shu tashkilotda ishlaganman. Pensiya hujjatlarim uchun ish davrimni va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, ishlagan davringiz, lavozimingizni ko'rsating. Arizani 2 nusxada bering. Bittasi tashkilotda qolsin, ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib oling. 5-qadam. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar davlat arxiviga boring yoki rasmiy tartibda so'rov yuboring. So'rovda korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, imkon bo'lsa korxona manzilini yozing. Arxivdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy tarkib bo'yicha hujjatlar so'raladi. Javob kelishida vaqt olishi mumkin. Shuning uchun buni pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, ancha oldin qiling. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchiga rasmiy shartnoma qilishni talab qiling. Agar u keyin qilamiz desa, bu keyin pensiyangizni o'zingiz o'ylaysiz deganidir. Mehnat shartnomasiz ishlash sizning nafaqat pensiya masalasida, balki ish haqi, mehnat jarohati, ishdan bo'shatish, ta'til puli, kasallik varaqasi masalalarida ham himoyasiz qoldiradi. 7-qadam, o'zini o'zi band qilgan yoki tadbirkor bo'lsangiz, rasmiy maqomingizni tekshiring. Soliq ilovasi yoki soliq organlari orqali o'z holatingizni aniqlang. Faoliyatingiz qaysi turga kiradi, qanday to'lovlar qilinadi? Pensiya stajiga ta'siri qanday? Buni mas'ul mutaxassisdan yozma yoki rasmiy javob bilan aniqlang. Qo'shnim shunday dedi yoki bozordagi tanishim aytdi degan ma'lumotga tayanmang. 8-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjat yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqida ma'lumot, ruxsatnoma, patent, yashash yoki ishlash huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Ularni skaner qilib, elektron pochta yoki bulutli xotirada saqlab qo'ying. Hujjatlar xorijiy tilda bo'lsa, keyin tarjima va tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun asl nusxalarini yo'qotmang. 9-qadam. Oiladagi ayollar hujjatini alohida tartibga solsin. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi hujjatlari, ishga kirish va chiqish buyruqlari, bola parvarishi ta'tillari bo'yicha ma'lumotlar alohida papkada tursin. Ayollar ko'pincha o'zini oxirgi o'ringa qo'yadi. Erim ishlayapti, bolalarim bor deydi. Lekin pensiya shaxsiy huquq. Har bir ayol o'z hujjatini o'zi nazorat qilishi kerak. 10-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashganlar oldindan konsultatsiya olsin. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Mening mavjud stajim qancha ko'rinyapti? Qaysi davrlar tasdiqlanmagan? Qanday hujjat yetishmayapti deb so'rang. Imkon bo'lsa yozma tushuntirish oling. Agar xodim og'zaki hammasi joyida desa ham, siz o'zingiz ro'yxat tuzing. Qaysi davr tasdiqlandi? Qaysi davrga qo'shimcha hujjat kerak? 11-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini qiling. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalar guvohnomasi, ish joyi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, soliq to'lovlari, kvitantsiyalari. Bankdan ma'lumotlar, bularning hammasi bir papkada bo'lsin. Hujjat yo'qolsa, nusxa sizni qutqarishi mumkin. 12-qadam. Agar ma'lumotda xato topsangiz, darhol tuzattiring. Ism noto'g'ri yozilganmi, ish yili noto'g'rimi? Tashkilot nomi chalkashmi? Elektron bazada siz boshqa odam bilan adashib ketganmisiz? Buni keyinga qoldirmang. Hozir bitta ariza bilan tuzatish mumkin bo'lgan xato 5 yildan keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Odam o'z pensiyasini faqat davlatdan kutib o'tirmasligi kerak. Rasmiy pensiya muhim, lekin moliyaviy xavfsizlik uchun qo'shimcha jamg'arma ham kerak. Kichik bo'lsa ham har oy daromaddan bir qismini alohida saqlash, bank omonati, qonuniy investitsiya, farzandlarning ta'limi, kap o'rganish, sog'liqni saqlash, bular ham qarlikdagi himoyaning bir qismi. Lekin bu davlat pensiyasidan voz kechish degani emas. Aksincha, men aytmoqchimanki, hujjatingizni to'g'rilang, stajingizni saqlang, rasmiy ishlang va qo'shimcha ravishda o'zingizni moliyaviy tomondan ham tayyorlang. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, 2026 yildan hamma pensiyasiz qoladi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin menga baribir pensiya berishadi deb beparvo yurish undan ham xavfli. Eng katta xavf norasmiy ish, tasdiqlanmagan staj. Yo'qolgan hujjat, past ko'rsatilgan maosh,
chet eldagi hujjatsiz mehnat va elektron bazalardagi xatolardir. Kim bugun hujjatini tekshirsa, rasmiy ishlasa, arxiv ma'lumotlarini yig'sa, o'z huquqini talab qilsa, ertaga pensiya masalasida ancha xotirjam bo'ladi. Siz hozirning o'zida bitta ish qiling. Mehnat daftarchangizni oling. Qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni yozib chiqing va ertadan kerakli ma'lumotnomalarni yig'ishni boshlang. Agar sizda pensiya, staj, chet eldagi ish, o'zini o'zi band qilish yoki hujjat masalasida savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Men imkon qadar keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumot bir insonning emas, butun oilaning kelajagiga ta'sir qiladi.